Pensionerlar dikkat bilan eshiting. 1 avgustdan boshlab pensiya, nafaqa va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ayrim tartiblar, tekshiruvlar va hisob-kitoblarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu gap faqat bitta odamga emas. Pensiya olayotgan har bir fuqaro, ota-onasiga pensiya rasmiylashtirayotgan farzandlar, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya oladigan oilalarga tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, qaysi holatda pul ko'payadi, qaysi holatda to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina hujjat yetishmasa ham odam o'z pulini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensionerlar uchun juda muhim. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini har oy belgilangan sanada, naqd pul shaklida yoki bank kartasi orqali olib kelayotgan edi. Odamlar odatda bir marta pensiya tayinlatadi, keyin har oy pul tushishini kutadi. Lekin amalda pensiya tizim doimiy tekshiruv, qayta hisob-kitob, hujjatlarni solishtirish, yashash joyi, bank rekvizitlari, ish staji, nogironlik muddati, qo'shimcha ustamalar va nafaqa turiga qarab yangilanib turadi. Shuning uchun avgustdan boshlab ayrim pensionerlar uchun to'lov sanasi, pul olish usuli, qo'shimcha to'lovga huquq, kartaga o'tkazish tartibi yoki hujjatlarni qayta tasdiqlash masalasi dolzarb bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. Men buni murakkab yuridik tilda emas, oddiy hayotiy tilda aytaman. O'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, davlat to'lovlari tobora ko'proq aniq ma'lumotlar bazasi orqali yuritilmoqda. Ya'ni pensiya faqat daftar yoki ariza asosida emas, elektron ma'lumotlar, bank hisob varaqlari, shaxsiy identifikatsiya, yashash manzili, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ish staji va oilaviy holat haqidagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pulingiz odatdagidek tushadi, hatto ayrim holatda qo'shimcha to'lov ham chiqishi mumkin. Agar ma'lumotda xato bo'lsa, masalan, familiya bir joyda boshqacha yozilgan, bank kartasi muddati tugagan, nogironlik muddati qayta tasdiqlanmagan yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot mos kelmasa, to'lov kechikishi mumkin. Eng avvalo, kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh, yangi pensiya chiqqanlar. Masalan, bir fuqaro iyul oyida pensiya yoshiga yetdi. Hujjat topshirdi, lekin pensiya tayinlash jarayoni avgustga o'tib ketdi. Bunday odamlar ko'pincha birinchi to'lov qachon tushishini kutib xavotirga tushadi. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, pensiya tayinlangan kundan hisoblanadi va ayrim hollarda o'tgan kunlar uchun ham hisob-kitob qilinadi. Misol uchun, fuqaroning pensiyasi 20-200 ming so'm deb belgilandi. Huquqi 10 iyuldan boshlangan, lekin birinchi to'lov avgustda chiqdi. Bunda iyulning qolgan qismi uchun alohida hisoblanishi avgustniki bilan qo'shib berilishi mumkin. Lekin buning uchun ariza sanasi, hujjat topshirilgan kun va pensiya huquqi boshlangan sana aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh, bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Agar kartangiz muddat tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa yoki bank hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa, pul tizimdan chiqadi, lekin hisobingizga tushmay qolishi mumkin. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam pensiyamni bermay qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya jamg'armasida emas, bank rekvizitida bo'ladi. Masalan, pensionerning har oy 1000-1500 ming so'm pensiyasi bor. U eski kartasini yo'qotgan, bankdan yangi karta olgan. Lekin yangi karta rekvizitini tegishli tashkilotga bildirmagan. Natijada to'lov eski hisobga yo'naltiriladi yoki qaytib ketadi. Shuning uchun avgust oyida eng oddiy, lekin eng muhim ish: kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulanganmi? Shuni tekshiring. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Nogironlik muddatsiz berilgan bo'lsa, boshqa masala. Ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, muddat tugashi bilan to'lovni davom ettirish uchun tibbiy xulosa yangilanishi kerak bo'ladi. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha nafaqa olib kelgan. Xulosa muddati 30 iyulda tugaydi. Agar u avgustgacha qayta ko'rikdan o'tmasa, avgust to'lovi ushlanib qolishi mumkin. Keyin hujjat yangilangach ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi, lekin odam bir oy yoki undan ko'proq vaqt pul kutib qoladi. Shuning uchun bunday pensionerlar hozir tibbiy hujjatlarning muddatini tekshirishi shart. 4-guruh, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu to'lov ko'pincha farzandlar
o'qiyotgan talabalar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari nomiga rasmiylashtiriladi. Bu yerda yosh o'qish holati va oilaviy ma'lumotlar muhim. Masalan, talaba 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, uning to'lovga huquqi davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Yana bir misol, bola maktabni tugatdi, kollej yoki universitetga kirdi. Lekin yangi o'qish joyi haqidagi ma'lumot tizimga tushmadi. Oiladagilar nega pul kamaydi deb so'raydi. Sababi esa oddiy, tizim bolani endi o'qimayapti deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar avgust oldidan o'qish ma'lumotini tekshirishi kerak. 5-guruh qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya oladigan pensionerlar. Ayrim pensionerlar faqat asosiy pensiya emas, balki parvarish puli, alohida xizmatlar uchun ustama mehnat faxriysi yoki boshqa maqomga ko'ra qo'shimcha to'lov oladi. Bunday to'lovlarda maqomni tasdiqlovchi hujjat muhim. Misol uchun, pensioner asosiy pensiya sifatida 1080 so'm oladi. Qo'shimcha ustama 2000 so'm. Agar ustama hujjati tizimda to'g'ri aks etmasa, odam avgustda 2000 so'm o'rniga faqat 1 so'm olishi mumkin. Bu pul yo'qoldi degani emas, lekin uni qayta talab qilish, ariza berish va hisob kitobni tekshirtirish kerak bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yillar davomida bir xil tartibda tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha muddati tugaydigan hujjatingiz bo'lmasa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin men baribir har bir pensionerga kamida 3 narsani tekshirishni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, bank karta holati, pensiya miqdori va oxirgi tushgan summa. Chunki xatoliklar odatda katta joydan emas, mayda nomuvofiqlikdan chiqadi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik masala, pensiya oshishi va qo'shimcha to'lov bir xil narsa emas. Pensiya oshsa, har oy doimiy summa ko'tariladi. Qo'shimcha to'lov esa bir martalik, ma'lum muddatlik yoki alohida asosga ko'ra beriladigan pul bo'lishi mumkin. Masalan, odam avgustda odatdagidan 300 so'm ko'proq pul oldi. U darrov endi har oy shuncha olaman deb o'ylamasligi kerak. Bu o'tgan oy uchun qayta hisob kitob, kechikkan ustama yoki bir martalik kompensatsiya bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun to'lov tafsilotini ko'rish kerak. Ikkinchi nozik masala, to'lov sanasi o'zgarsa, bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan avgust oyida bayram kunlari, bank ish tartibi, hududiy yuklama yoki ma'lumot almashinuvi sabab pul bir necha kun kechikishi mumkin. Masalan, odatda har oyning 5 sanasida pul olgan odam 5 avgustda pul tushmaganini ko'rib xavotirga tushadi. Agar 6-7 sanada tushsa, bu texnik silish bo'lishi mumkin. Lekin 10 kundan ortiq kechiksa, albatta tekshirtirish kerak. Men pensionerlarga shuni aytaman. Birinchi kuni vahima qilmang, lekin uzoq kutib ham o'tirmang. Uchinchi nozik masala ishlayotgan pensionerlarning holati. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunda ish joyi, daromad, ijtimoiy soliq, mehnat shartnomasi va tizimdagi ma'lumotlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Har bir pensiya turi bo'yicha qo'yda bir xil emas. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi odam yarim stavkada ishlayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan nogironlikka maxsus to'lov oluvchi shaxs uchun alohida cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ishlaydi, pensiyasi kamaymadi. Demak, men ham xotirjamman deb xulosa qilish to'g'ri emas. Har bir odamning pensiya turi, ish staji va hujjati alohida ko'riladi. 4-nozik masala ortiqcha to'langan pul, ba'zan tizim xatoligi. Kech xabar berilgan ma'lumot yoki hujjatdagi o'zgarish sabab pensionerga ortiqcha pul tushib qolishi mumkin. Ko'pchilik buni sezmaydi yoki berildimi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar keyin tekshiruvda bu pul ortiqcha to'langani aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi yoki keyingi oylardan ushlab qolishlari mumkin. Masalan, pensioner 1.600.000 so'm olishi kerak edi, lekin 2 oy 1.900.000 so'mdan oldi. Farq 3.000 so'm. 2 oyda 6.000 so'm bo'ladi. Keyin bu summa keyingi pensiyalardan bo'lib ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun pul ko'payganda ham sababini bilish kerak. 5-nozik masala. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksa, yotib qolgan yoki uzoq joyda yashaydigan pensionerlar ko'pincha pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, bankdagi ruxsat
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati 31 iyulda tugagan bo'lsa, avgustda farzand bankdan pul yecha olmasligi mumkin. Bunda ayb bankda emas, hujjat muddatida bo'ladi. Ishonchnoma berilgan bo'lsa ham uning amal qilish muddati va qaysi harakatlarga ruxsat berilganini tekshiring. 6-nozik masala yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan odam pensiya olishini davom ettiradi. Lekin ma'lumotlar yangi hududga o'tishi kerak. Agar odam ko'chib ketib ro'yxatdan o'tish manzilini yangilamasa, pensiya hujjatlari eski hududda qolib ketishi yoki aloqa qiyinlashishi mumkin. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chdi, lekin bank filiali telefon raqami va yashash manzili yangilanmadi. Keyin biror qo'shimcha hujjat so'ralsa, xabar eski manzilga ketadi. Odam esa bilmay qoladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi pensiya tushumini tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, mobil ilova, SMS xabar yoki bankomat orqali oxirgi tushgan summani ko'ring. Agar naqd olsangiz, to'lov vedomosti yoki kvitansiyadagi summani eslab qoling. Avvalgi oy bilan taqqoslang. Kamaygan bo'lsa, darrov sababini so'rang. Ko'paygan bo'lsa ham bu pul nimaga qo'shilganini aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Sizda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank karta rekviziti, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. O'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi, qo'shimcha ustama bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Men buni shunchaki aytmayapman. Amaliyotda eng ko'p muammo hujjat uyda bor, lekin hozir topolmayapman degan joydan boshlanadi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan oldin savolingizni aniq yozib oling. Masalan, avgust oyida pensiyam 200 ming so'mga kamaydi. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yoki bank kartam o'zgardi, yangi rekvizitni pensiya to'loviga ulashni so'rayman deb yozing. Og'zaki so'raganda odam hayajonlanib, muhim gapni unutishi mumkin. Yozma murojaatda esa sana, summa va muammo aniq ko'rinadi. 4-qadam, bank masalasini alohida tekshiring. Bankka borib yoki telefon orqali kartangiz faolmi, hisob raqamingiz yopilmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Pul tushumiga cheklov yo'qmi? Shuni aniqlang. Ba'zan pensiya tashkilotidan pul chiqadi, lekin bank tomonidan karta bloklangan bo'ladi. Ayniqsa karta PIN kodi ko'p marta noto'g'ri kiritilgan, karta yo'qolgan. Muddati tugagan yoki shubhali operatsiya sabab vaqtincha cheklov qo'yilgan bo'lsa, pensiya olishda muammo chiqadi. 5-qadam, qarindoshlaringizga ham tushuntiring. Ko'p pensionerlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. SMSni o'qishda qiynaladi yoki rasmiy xabarni tushunmaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar bir marta vaqt ajratib, ota-onasining kartasi, hujjati, pensiya miqdori va to'lov sanasini tekshirsa, katta muammo oldi olinadi. Lekin men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Pensionerning kartasidan pul yechish, PIN kodini olish, pensiyasini o'zicha ishlatish mutlaqo noto'g'ri. Yordam berish boshqa, pensionerning puliga egalik qilish boshqa. 6-qadam. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, kutib o'tirmang. Avval bankdan pul kelmaganini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda FIsh, tug'ilgan sana, pasport yoki ID ma'lumoti, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi to'lov sanasi va muammo mazmunini yozing. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligini yozma tarzda so'rang. Shunda keyin biz aytgandik yoki siz olib kelmagansiz degan noaniqliklar kamayadi. 7-qadam. Rasmiy manbalarga suyaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon pul beriladi. 1-avgustdan hammaning pensiyasi 2 barobar bo'ladi. Hujjat topshirmasang pensiyang butunlay bekor bo'ladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Men sizga mutaxassis sifatida aytaman. Bunday xabarlarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Har qanday to'lovning asosi bo'ladi. Qaror, farmon, nizom, budjet ajratmasi yoki rasmiy tartib. Agar xabarda aniq manba, sana va rasmiy havola bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Sizning pulingiz va hujjatingiz bilan bog'liq masalada mish-mishga ishonish zarar keltiradi. Yana bitta muhim maslahat. Pensiya miqdorini hisoblashda faqat falonchi shuncha olar ekan degan taqqoslash to'g'ri emas. Bir odamning ish staji 25 yil, boshqasining 38 yil bo'lishi mumkin. Birining oylik maoshi rasmiy ko'rsatilgan, boshqasida ayrim yillar hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Birida qo'shimcha ustama bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas.
Agar siz o'zingizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, umumiy gap bilan emas, hujjat bilan tekshirtiring. Ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat yoki boshqa hisobga olinadigan davrlar bor yo'qligini aniqlang. Demak, 1 avgustdan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim masala pulning o'zi emas, balki ma'lumotlarning to'g'riligi, hujjatlarning muddati, bank kartasining faol holati va qo'shimcha to'lovga asos bor yo'qligidir. Kimning hujjati joyida, kartasi ishlayotgan, ma'lumoti to'g'ri bo'lsa, odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Kimda karta muddati tugagan, nogironlik xulosasi yangilanmagan, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan, yashash manzili o'zgargan yoki pensiya summasida tushunarsiz farq paydo bo'lgan bo'lsa, avgustni kutmay, hozirdan tekshirtirishi kerak. Men sizga eng asosiy fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya bu oddiy to'lov emas. Ko'pchilik oilalar uchun asosiy daromad manbai. Shuning uchun uni nazoratsiz qoldirmang. Bugun hujjatlaringizni ko'ring, kartangizni tekshiring. Oxirgi tushgan summani solishtiring va kerak bo'lsa, rasmiy tashkilotga murojaat qiling. Sizning hududingizda pensiya to'lov vaqtida tushyaptimi? Kamayish yoki ko'payish bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar va ularning oilalari uchun eng kerakli yangiliklarni sodda tilda tushuntirib boraman.